Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa yana bir obyektlarimiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Konteyner materialidan tom qismini yopib berdik. Ko'rib turganlaringizdek, bu yer katta ob'yom. Xudo xolasa ishlab chiqarish sexi qurilgan. O'tgan holatlarini ham sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Xudo xolasa katta kichik ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, bozor profilidan, konteyner profilidanmi, xudo xolasa temir sohasidan bo'ladigan har qanday ishlarni qilib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek, ishlarimiz baquvvat, sifatli holatda bo'ladi. Kimga shunaqa obyektlar bo'lsa, shunaqa ishlar kerak bo'lsa, qildirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikistonga ham o'tilaveradi. Kimga shunaqa obyektlar qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, video jarayonida nomerlarimizni qoldiramiz. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Hisoblab berish besplatniy. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bundan tashqari kottejlar, tomlar, uyda tomlari, kottejda darvozaxonasidan kiradigan joylari, issiqxonalar, jamiki temirdan bo'ladigan hamma yo'lni quraveramiz. Xudo xolasa arzonroq variantlarda degan odamlarga konteyner profildan, qimmatroq bo'laveradi degan akalarimizga bozor profildan ham qilib beraveramiz. Xudo xolasa eko'yi ham mustahkam, chiroyli holatda bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarni xudo xolasa aloqada telefon qilganlaringizda obyektga qarab gaplashilaveradi. Narxlarimiz xudo xolasa 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha xudo xolasa narxlar chiqadi. U narxlarimiz obyektga qarab bo'ladi. Obyektda katta kichikligiga, ko'proq material ketishi yo kamroq material ketishiga qarab turib hisob-kitob chiqiladi. Obyektlarimiz to'shni narxi bo'lmaydi, lekin parnilarimiz xudo xolasa sotiga bay hisoblanadi. Sotiga ham oddiyroq usulda yo misol murakkabroq limonga 2 qavat termizlik qilaman degan akalarimizga ham xudo xolasa narxlar chiqarib beraveramiz. Ular narxi ham xudo xolasa 7 milliondan 10 milliongacha bo'ladi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolasa telefonda boshqa narsalarni hal qilaveramiz. Xudo xolasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar.